Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Suv balosidan, o't balosidan Alloh hammamizni saqlasin. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi bozorlardan birida katta yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda poytaxt favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bugun 5-aprel kuni soat 15:56 da tumanning Toshkent katta xalq avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan Beshqo'rg'on bozorida do'kon yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, hozirda yong'in o'chirish ishlari olib borilmoqda. Yong'in oqibatidan tan jarohat olganlar to'g'risida xabar kelib tushmadi. Vaziyat to'liq nazoratga olingan. Hurmatli o'rtoqlar, barcha videolar Abduhalim Bro kanalida, albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Ipodrom bozori Beshqo'rg'on mahallasidagi kichkina sklad bozorcha yonib ketdi. Hozir juda katta yong'in. Telefonda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Mana orqadan oldingacha kelgan. Duo qilib turinglar, hech kimga hech narsa qilmagan bo'lsin. Pajarniklar shu yerda, odamlar vohimada. Juda katta yong'in, juda. Bozorning ichidagi olib chiqilgan narsalar, olib chiqilgan mana. Juda ham katta yong'in. Duo qilib qo'yinglar. Mana bu oldi tomon o'chmayapti. Juda qiyin oldi tomonni o'chirish, chunki hozir bu yoq dalshi yonadigan bo'lsa, yonidagi qolgan zdaniyalarga ham o'tib ketish ehtimoli katta. Buni bozorning oldida zapravka ham bor edi, Mustang zapravka. Ish qilib yoqqa o'tib ketmagan bo'lsa, duo qilib turinglar. Metro. Olmali qadamas, olmali. Metro. Odamlar kelyapti. Amerika emas. Toshkent Ipodrom ketaversh. Yakshanba bozor kuni edi. Mustang zapravka. Oka. Mustang zapravka yonyapti ekan. Mustang Gaz, oil. Oil Station. Oil. Okay, oil station. Gas.